Assalomu alaykum azizlar. Bugun dolzarb mavzu, ayniqsa ehson qila turib xato qilib qo'yayotganlar haqida suhbatlashamiz. Maxsus ekspertlarimiz bor. Buxoro shahrida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan shaxs yot g'oyalar ta'sirida 2019-yilda Suriyadagi Tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilot safiga qo'shilib qoladi va u jangarilar safida faoliyat olib borish bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlar orqali turli bahonalar bilan boshqalardan pul yig'ib, terroristik tashkilotlarni moliyaviy ta'minotini yaxshilashga ko'maklashgan. Va bugun hozir ko'rsatuvni avvalida bir rolik tayyorlaganmiz. Mana shu rolikni e'tiboringizga havola qilamiz. Keyin ekspertlarimiz bilan tanishib suhbatni boshlasak bo'ladi. Marhamat. 2021-2025 yillar davomida mazkur shaxs internet tarmog'i orqali o'zbekistonlik fuqarolar bilan muloqotga kirishib, ularni kriptovalyuta ko'rinishida pul mablag'lari yuborishga da'vat qiladi va natijada katta miqdorda pul yig'ishga muvaffaq bo'ladi. Shuningdek, u o'zining qabih ishlariga Buxoroda istiqomat qiluvchi 1965-yilda tug'ilgan o'z otasini ham jalb qiladi. Ota esa o'g'lining izmidan chiqmasdan uning aytganlarini bajaradi. Xususan 2025 yillar davomida ota Binance xalqaro kripto birjasi orqali jami 13597 USDT kriptovalyutasini, ya'ni hozirgi kun hisobi bilan 167 million so'm miqdoridagi pul mablag'larini o'g'liga yuboradi. Afsuski, u o'z farzandini terrorchilar safidan qaytarib, o'zga yurtda xor-zor bo'lishdan, hatto ayanchli tarzda o'lim topishdan asrash, bu borada atrofdagilardan, huquq-tartibot idoralaridan yordam so'rash o'rniga uning jinoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlab keladi. Bugungi ekspertlarimiz Said Abror aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Ravshan aka, xush kelibsiz. Rahmat. O'zi aslida biz yoqtirgan eng yaxshi amalimiz, ya'ni ehson haqida gaplashamiz, lekin ehson qila turib xato qilib qo'yish mumkinligi haqida suhbatni ochmoqchi edim. Sabablari bor, chunki ehson qilish tartibi aslida qanaqa? Qora aka, kimlar ehson qilishi mumkin? Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ehsonni inson xolis qilish kerak. Va ehson deganda faqatgina sadaqa berishni, osh qilishni tushunib qolish kerak emas. Ehsonni keng ma'nosi bor va aynan ehson o'zi nima ekanligi haqida ham Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda bir nechta oyatlarda marhamat qilgan. Jumladan Alloh taolo o'zining kalomida va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin, ya'ni Alloh taolo ehson qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb buyurgan. Demak, ehsonni Alloh taolo bizga buyurgan ekan qilishlikni va Alloh taolo ehson qiluvchilarni yaxshi ko'rar ekan. Endi ehsonni kimga qilish kerak? Kimdan boshlash kerak? Buni biz o'zimizcha aql yuritib qilib ketavermaymiz-da. Masalan, bir insonni boshiga men ehson qilgim kelib qoldi deb, yaxshilik qilaman deb yomonlikka, jinoyatga, gunohga qo'l urib qo'yishi mumkin hattoki. Va buni ham Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda ehsonni kimdan boshlashlik haqida Baqara surasi 215-oyatida Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin falil validayni. Ey Muhammad, sizdan so'raydi ehson haqida. Ehsonni qanday qilayin deb so'raydi. Va siz ularga ayting, ehsonni ota-onangdan boshla. Mana ko'pchilik ko'ramiz, hayotda ehson qilaman, sadaqa qilaman, yordam beraman deb yuradi, lekin o'zini ota-onasini ahvoli bir ahvol bo'ladi. Boshqalarga riyo uchun, insonlar ko'rishligi uchun yoki o'sha qanaqadir miyasiga bir insonni sog'lom aqliga to'g'ri kelmaydigan bir g'oya deymizmi yoki bir chirkin fikrlar deymizmi, ko'r-ko'rona kimgadir ergashishlik deymizmi, shunaqa narsa o'tirib qolishi natijasida uyda ota-ona muhtoj o'zi. Unga qarashlik, unga ehson qilishlikka Alloh taolo buyurib turibdi. Yana buyurganida ham, masalan, Niso surasining 36-oyatida ham yoki o'sha Baqara surasining 215-oyatida ham eng birinchi biz yaxshilik qilishimiz kerak bo'lgan, ehson qilishimiz kerak bo'lgan insonlar bular ota-onalaring, ota-onangdan boshla deb buyurib turibdi. Keyin kimga desa, keyin qarindoshlaringga degan. Masalan, bir odam ehson qilmoqchi, ota-onasiga qildi, zo'r, hammasi joyida, ota-ona duo qilyapti haqqiga. Ortib qoldi. Endi kimga qiladi yaxshilikni? Endi qarindoshlarga qiladi. Keyinchi, undan keyin yetimlarga qiladi. Undan keyinchi miskinlarga qiladi. Undan keyinchi
musofirlarga qiladi. Yoki o'sha Niso surasining 36-oyatida aytgandek, qarindoshlar, miskin yetimlar va qo'shnilar. Alloh taoloning o'zi buyurib turgan joyda bulardan boshqadan boshlashlik mumkin emas. Men bejizga boshlamadim bu narsani, ehson qilib xato qilib qo'yish mumkinmi deb. Hozir ijtimoiy tarmoqlar deyarli televizorimizni o'rnini egallagan. Ijtimoiy tarmoqdagi faollar esa kimdir pul yig'ish bilan ovora, kimdir o'sha kimgadir yordam berish bilan ovora, kimdir to'g'ri yo'lga yordam beryapti-yu, lekin ko'p holatlarda ayniqsa chet eldagi muhojirlarni bilasiz, ko'ngli yumshoqroq bo'ladi, kimgadir yaxshilik qilishga moyilligi kuchliroq bo'ladi. Va u tabiiyki o'sha YouTube'dan foydalanish mumkin yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish mumkin. U yerdagi har xil roliklar bor hozir. Insonlarni rahmini keltirib, xalqaro miqyosdagi davlatlardagi qandaydir qiyinchiliklarni ko'rsatib yoki bir reklama sifatida yoki bir promotion sifatida ko'rsatishadi. Ko'zingiz tushgandir Ro'shan aka. Afrikada masalan quduq qaziymiz degan gaplar bor yoki g'azoga yordam beramiz, och bolalar bor degan mavzuda ehsonga da'vat qilishyapti. Bu bekorga aytmadim, ehson qilib xato qilib qo'yish mumkinmi? Shunday xatolar duch kelyaptimi bizni xalqimiz? Ro'shan aka? Ehson qilishni avvalambor qonuniy tartibini aytadigan bo'lsam, O'zbekiston Respublikasida 2007-yilda qabul qilingan 96-sonli qonun bor. Ya'ni homiylik qilish to'g'risida qonun bor. Bu aynan hozirda ehson bilan bog'liq qonuniy tartib hisoblanadi. Hozirda ko'p ko'ramiz, Instagram ijtimoiy tarmog'ida chet elda turgan muhojirlar yoki hozirda mana ko'plab urushlar bo'layapti. Urushlarda aziyat chekkan oilalar yoki davlatlar yoki har qanday holatlar bo'lsin, jismoniy shaxs bularni niqob qilib ehson qilishga haqqi yo'q. Qonuniy tartibga ko'ra jismoniy shaxs faqatgina o'zining oila a'zolari va yaqin qarindoshlari uchungina ularni vaj qilib ehson yig'ish haqqi bor. Bular qanday naqd pul ko'rinishida yoki bank kartalari orqali yoki biron bir mol-mulk orqali yig'iladi. Homiylik to'g'risidagi qonunga asosan jismoniy shaxsni aytib o'tdim, yuridik shaxsning talablari bor. Talablari qanday? U davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lishi shart. Ehsonni nimaga yig'ayotganligini va nimaga ishlatganligini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatish shart. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, soliq hisobotlarida ehsonni amalga oshirganligini ko'rsatish shart. Endi O'zbekiston Respublikasida rasmiy men biladigan ehson xayriya qiladigan tashkilotlar bor. Birinchisi mana vaqf fondi deylik. Bu qonunda ham ko'rsatib o'tilgan ehson qutisi degan narsa bor. Ehson qutisiga tushilgan pullar vaqf fondini bank hisob raqamiga tushib va o'sha xayriyaga ishlatilinadi. Tushunarli. Qora aka, ehson qilib xato qilib qo'yayotganlar bor-da. Chunki boya aytganimizdek o'sha o'zini reklama qilayotgan terroristik tashkilotlar ko'pincha bizni hissiyotlarimiz bilan o'ynashadi va mana shu tashkilotlarning a'zolari pulni qo'lga kiritib, o'sha reklamada aytilgan qiynalganlarga emas yoki bir ota-onasiz qolganlarga yoki boquvchisiz qolganlar yoki bir aziyat chekkan tabiiy ofatlardan aziyat chekkanlarga emas, o'zini qabih niyatiga, o'zini qabih ishlariga ishlatishadi. Ularni holati qanaqa bo'ladi din masalasi bo'yicha? Payg'ambar alayhissalom har bir qiladigan ishlaringni go'zal tarzda egasiga yetib borayotganligini aniq bilgan holatda beringlar degan. Masalan, zakot borasida bir kishi zakotini bo'ldi, berdim, kimga borsa bordi desa, zakot egasiga tushmagan bo'lsa, zakot berilmagan hisoblanadi. O'sha yili zakotini bermagan hisoblanadi. Masalan, kimga berayotgan aniq bilish kerak. Albatta, zakotda, qurbonlikda, ayniqsa islom dinidagi moliyaviy ibodatlarda, majburiy moliyaviy ibodatlar bor-da, bularni hammasida siz berayotgan insoningizni aniq qilib keyin berishingiz kerak. Shunchaki bir kishi men muhtojman desa yoki Instagramdan chiqib qolib bir ikkita yig'laganda sun'iy intellektmi, sahnalashtirilganmi va ana shundaylarga ko'z yoshiga ishonib pul tashlayotgan bo'lsa, ulamolarimiz aytganki, bu insonni qilgan ehsonini qabul bo'lishidan ko'ra bo'lmaslik ehtimoli katta. Bir, shubhali joyga berganligi uchun bo'ynidan soqit bo'lmaydi degan, zakoti ham, sadaqasi ham bermagan hisoblanadi. Savobdan quruq qoldi degan. Bo'ynidan soqit bo'lmadi degan.
Shuning uchun vaqf fondida hamma narsa tushishidan chiqishigacha hisob kitob qilingan. Masjidlarning qutisi, masjidlarning oldida, ziyoratgohlarning oldida yoki qayerda bo'lsa ham vaqf fondi degan yozuvli qutisini ko'rsangiz, ustida albatta muhrlangan bo'ladi. Bunaqa qutilarga tushgan pullar o'sha yuristimiz aytgandek bankka olib borib topshiriladi va ishlatilishi ham o'zini joyiga o'rganilib keyin ishlatiladi. Shunchaki so'rab kelgan odamga berib bo'lmaydi-da, ayniqsa hozirgi zamonda. Harom aniq, halol aniq, o'rtasida shubhali narsalar bor degan payg'ambar alayhisalom. Shubhalandilaringmi? Tark qilinglar degan. Aksariyatini hatto yuzini tanimaysiz. Yig'lagan bolalarni qo'yib qo'yibdi, u videoni agar ozgina internetda tushunadigan odam hashtagga bersangiz, u video taxminan 1,5 ming marta 1,5 ming xil sahifaga qo'yilgan bo'ladi. Shunaqa. Bizning xalqimiz ko'ngli yumshoq xalq. Mana shundan foydalanib, yig'i-sig'i ustiga, sahnalashtirilgan videolar ustiga yoki bo'lmasa, bir necha yil avval olingan videoroliklar ustiga, hissiyot ustiga qurilgan reklama videolarini tarqatishyapti. Oyat hadis aytib tarqatishyapti. Yig'lab o'zlari ham. Eng yomoni ba'zi videolarida mana shular shunday bo'lib turgan paytda siz qanday qilib xotirjam uxlayapsiz deydi. Vatanim tinch bo'lgandan keyin xotirjam uxlamay nima qilay? Nima qilay boshqa? Senga o'xshagan jinnining orqasidan yugurib borish kerakmi? Yugurib borgan qancha vatandoshimiz o'lib ketdi? Islom dini insonni tafakkur qilishga, aql yuritishga buyuradi. Sog'lom aqlli inson islom dinidan o'ziga yaxshigina yaxshiliklarni chiqarib oladi. Nimaga buni aytyapman? Telefondan Instagram tutib o'tiruvdingiz. Bitta video chiqib qoldi. Soqoli mana shuncha, boshiga sallov o'ragan, qo'lini mana shunday qilib gapiradi ko'pincha ular. Alloh taolo yo'lida mana shunday birodarlaringiz o'layotganda siz deb shunday yuragingizga shunaqa psixolog bo'lib ketgan ular. Ko'rib ishonib yuborasiz. Ana shu yerda sog'lom aql odamlari fikr yuritish kerak. Shoshma. Mayli shunaqa deyapti. Yig'la, mayli yig'lab olsin. Ko'zini artib endi shoshma. Bu qayerda? Qayerda bu? Mana voqelikka tushib gaplashaylik. G'azoda. Falastinda, G'azoda yoki Suriyada, Shomda yuribdi. Farqi yo'q, qaysi burchagida bo'lsa ham. Savol. Mana internetda ko'ryapmiz. Fransiya, Norvegiya, Ispaniya, Germaniya, Angliya, yana nechta 26 ta davlatdan birlashgan kemalarga ortilgan oziq-ovqatlar G'azoga kirib bora olmadi. Chunki to'siqlar bor, va hokazo. Kirib bora olmadi. Qarang, shunday qudratli davlatlarning ehson deymizmi, o'sha xayriyalari-ki kirib bora olmayapti. Qanaqa qilib bitta kim ekanligi aniq bo'lmagan. Meni ammamni o'g'li emas, tog'amni nevarasi emas yoki meni yurtimdagi birorta taniqli lavozimga ega bo'lgan rasmiy muftiy emas, muftiyning o'rinbosari yoki viloyat bosh imomi yoki masjidning imomi ham emas hattoki. Yoki bir ulamo emas. Qanday qilib o'zi notanish, aniq bo'lmagan odam. Notanish bo'lgan insonga ishonib men pul tashlasam, bu qanaqa qilib olib boradi u yoqqa? Agar anu har xil coinlar orqali, kriptovalyutalar orqali yoki bo'lmasa o'sha Turkiya, Rossiya, Koreya, Amerika va hokazo davlatlarda ochilgan xalqaro viza karta deymizmi, master karta deymizmi, o'sha valyuta kartalariga pul yig'ayotgan bo'lsa, u qanaqa qilib olib boradi buni? Savol. Mana sog'lom aqlga qanday olib boradi? Ozgina fikrlasin. Iloji yo'q-ku bu narsani. Mana iloji borini biz ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdik, televideniyada ham ko'rdik. Hattoki bitta butun boshli mustaqil davlatki to'g'ridan to'g'ri yordam berish imkoniyatiga ega bo'lmagan holatda qanday qilib bir inson hammadan pul yig'ib, uni prosmotrini ko'rsangiz 2 million, 3 million prosmotr bo'lgan. Sodda o'zbek xalqidan iltimos qilamiz. Xalqaro ehsonlar, qandaydir chet eldagi ehsonlarga da'vat qilishlar, qandaydir roliklar bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingizni so'ragan bo'lardik. Har qalay hozirgina Qorakam aytganlaridek, ehsonni o'zingizdan, yaqiningizdan, qarindoshingizdan, qo'ni-qo'shningizdan boshlaganingiz ma'qul va ehson qila turib, noqonuniy tashkilotlarga ehson qila turib, javobgarlikka tortilayotganlar bor, Ravshan aka. Bor.
hozir men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Har bir urush vaqtida bilsangiz Instagram hammamizda bor. Istoriyani o'tkazganimizda free Falastin, free G'aza deb chiqadi. Ustiga bossangiz, o'zingizni istoriyangizga добавить qilsangiz bo'ladi. Bir xillarida va ko'pinchasida pul so'raydi. Ehson uchun pul qiling deydi. $1, $2, $3. Lekin mana to'g'ri aytib o'tdilar qora akamiz. Google ga xohlagan odam, mana ko'rib turgan odam yozsa, G'azoga ijtimoiy yordam mablag' deb yozsa, bu G'azo o'zi Isroilni bir siyosiy ostida bo'lib turibdi. Unga biror bir davlat qora akamiz aytganlaridek o'z xohishi bilan olib borib bera olmaydi. Yo BMT orqali olib borish kerak yoki Isroil ruxsat berish kerak. Endi Instagramda qaysidir oddiygina bir istoriyani ustiga добавить qilib bossak-ku, undan $1, $2 bossa, G'azoga to'g'ridan to'g'ri yetib borar ekan. Qanday qilib degan savolga hech kim javob bera olmaydi. Azizlar, ogoh bo'ling. Xalqaro terroristik tashkilotlarga ehson qilib qo'ymang, moliyalashtirib qo'ymang. Qonunda javobgarlik bor, qolaversa shariat bo'yicha ham taqiqlangan. Qora aka, nima dedingiz? Shunday, bu xalqaro terroristik tashkilotlar yoki o'sha bir nima deydi? Endi bir nechta nomlar bor-da, mana Islom davlati degani bor ekan, Tavhid va jihod katibasi degani bor ekan. Bular rostakasimiga terroristik tashkilot hisoblanadi. Bularning hammasi o'sha faoliyati o'sha xalqqa aldab, o'sha o'zlarini bir reklamasi orqali hissiyotlarga ta'sir qilib pul yig'ish. Ularning maqsadi shu, faqat soqa qilish, pul qilish. Bu masalan bir ildiziga, mohiyatiga e'tibor bersangiz, bu tashkilotlar bor-ku, o'sha terrorchilar, jangarilar yoki bo'lmasa o'zlariga turli xil nom qo'yib olgan bular. Nom ko'p bunaqalarda. Bularni maqsadi bir yaxshilik yoyish emas. Bularning maqsadi o'sha islomga xizmat qilish emas. Hattoki Alloh rahmat qilsin, Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bularni islomga umuman aloqasi yo'q degan. Ya'ni bu odamlarni, bu terrorchilarni islomga aloqasi yo'q. Islom o'zi tinchlik dini bo'lsa, muhabbat ustiga qurilgan din bo'lsa, qanday qilib chiqib u tuppa-tuzuk odamlarni ko'ramiz, shularga aldanib qolayotganligini. Orasida oliy ma'lumotlilari ham bor, yaxshi bir martabaga erishganlari ham bor, ilm olganlari ham bor. Aldanib qoladi. Qanday aldanadi? U endi uni yo'li ko'p. Ular unday deydi, bunday deydi. Lekin mana bizdan musofirda yurgan, muhojirlikda yurgan, Amerikada, Rossiyada, Yevropada, Koreyada ko'proq bizda yurganlar. O'sha yurganlarning aksariyati mana shularga ko'proq aldanyapti, oddiy ishchilar. Bular qanday aldaydi desa, bular jannatni va'da qilishadi. Musulmon odam uchun eng katta bu dunyodagi maqsadi, niyati jannat. Albatta. Hammamizga shu. Ha, bu rost. Nozik joyi shundada. Ana shu rost bo'lgan gapni orqasiga yashirinib, o'zini g'alamis niyatlarini amalga oshiryapti. Masalan, xo'p, hozir mana yuqorida Ravshan aka yuristimiz aytdi. O'sha terrorchilarni aldayotgan gapini qarang. Biz islomni mujohidlarimiz. Biz o'sha islom dinini yuksaltiramiz deb, islom davlati quramiz deb, musulmonlarga yordam qilamiz deb harakat qilyapmiz. Savol, seni o'zingga yordam so'rab o'tirgan bo'lsang, qanday qilib musulmonlarga yordam berasan? Qo'lingdagi qurolni bitta askolkasini yasolmaydigan darajada avom ilmsiz bo'lsang, askolkasini, men boshqa joyini aytmayapman. Qanaqa qilib na ilm bor, na Qur'onni to'g'ri o'qiy oladi, na hadisdan bir narsa ayta oladi, na dunyoviy ilmni birortasini bilmaydi. Qo'lidagi quroligacha birov qo'liga tutqazib qo'ygan bo'lsa, eng kattalarini maqsadi qo'g'irchoqlik, o'yinchoq, qo'g'irchoq bo'lish orqali manfaat o'ziga bir shu dunyoda yaxshi hayotni yaratish bo'lsa. Aslida o'sha terrorchilarning maqsadi o'sha pulni olib, ya'ni ehson deydida, boshingizni aylantiradi, pulingizni yig'ib oladida, sizni pulingizga kayf qilishadi. Mana ular chaqiradigan nozik joyi shunda. Bizda O'zbekistonda Dorul Kufr deydi. Kufr mamlakati deydi. O og'zingga qarab gapir. Sen hukm beradigan darajadagi odam emassan sen. Qayerda yaxshi desa, o'sha Suriyada yaxshi ekan, o'sha tomonlarda aytadi. Kel bu yoqqa deb boradi. Bir nechtasi mana qaytib kelib, bir ikkitasi men televizorda ko'rdim, televideniyada aytayaptiki, 13 marta yerga tegib chiqdim dedi. Iddasi chiqmasdan ham nikohlayvergan. Bu islommi shu? Shu islommi?
Shariatga g'irt teskari ish qilyapti-ku. O'ldirayotgan odamni nimaga o'ldirayotganini bilmaydi. Keyin aksariyati shu boyagi intervyu berayotgan ayol aytayapti. Aksariyati dori ichib yuradi deydi. Ya'ni sintetik narkotiklar qabul qiladi. Endi bular chiqib yig'lab pul so'rasa pul berishlikni men masalan aqli bor odam unaqa qilmaydi-da. Endi buni hukmi qanaqa desa, ulamolarimiz, butun dunyo ulamolari bir ovozdan nojoiz degan. Xossatan o'sha bizni diniy idorani ulamolari ham, Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratimiz ham bularga pul berishni nojoiz degan. Ya'ni bular pulni olib nima qiladi? Kayf safo qiladi, tushgan pulni qanaqa bo'lsa ham shu kartaga tushirib olsa, aksariyati o'sha joylarda ham yo'q. Terror tashkilotga a'zo, lekin payt poylab qayerdadir maishatini qilib yotibdi. Holat bu. Masalan, aksariyati shunchaki o'lib ketishdi. Boshqalarning manfaati uchun o'lib ketdi. O'zlaringni aldamanglar. Bu dunyoni qonun qoidalari bor. Diniy jihatdan ham, dunyoviy jihatdan ham. Mana shu qonun qoidalarga ko'ra tinch va omon yashashlikka buyurilganmiz biz. Bir-birimiz bilan kelishib, tinchlikda yashashga. Hozir nimaga pul so'rayapti? Bularni o'sha egalari tashlab ketib qoldi. Shunaqa, ha. Tashlab ketib qoldi. Manba yo'q, pul kelmayapti. Ana endi bizni xalqimizni shu ko'z yosh qilib, ig'i-sig'i qilib, Soddaligidan foydalanib xalqimizni demak, bularni masalan, aksar insonlar bularni terrorist deb e'lon qilib, terrorchi deb bizni vatanimiz ham, ulamolar ham qancha aytayaptimi? Demak, shu ulamolarga quloq solish kerak. Bilmasangiz zikr ahlidan so'rang degan. Shu zikr ahlidan so'raylik, qo'li qonga botganlarga ergashmaylik. Bir kun Tashkent City'ga bordim. Bir ish bilan. Tashkent City'ga borsam, City Mall'da qarshisida Maysada bir guruh arablar o'sha arabcha qo'shiqlari bor o'zlarini. Shu qo'shiqlarni aytib o'yin kulgi qilishyapti. Kimda borib oldiga bordimda qarasam, bizda ham bitta shu nima deydi, tashkilotlarimiz, xayriya tashkilotlarimiz, davlat tashkilotlari ularga o'sha osh qo'yib, dasturxon, falastinliklar ekan. So'radim bittasidan Falastindan, shunaqa xursand. Men deydi, bittasi aytayapti, ozgina gaplashdik-da. Oxirgi marta men shunaqa tinch, xotirjam taomni deydi, qachon yeganimni esa olmayman. Tug'ilganimdan urushda tug'ilganman deyapti. Mana shu yerga kelyapmiz biz. Tinch, xotirjam. O'zbekiston aslida rostakasimiga tinch, xotirjam, halovat mamlakatida. Shu yerda sodda xalq yashaydi, shu yerda o'sha ishonuvchan xalq yashaydi. Qalblari yumshoq insonlar bu yerda. Mana shu qalblari yumshoq insonlardan o'sha terroristik tashkilotlari foydalangan holatda o'zlarini moliyalashtirish, pul yig'ish bilan ovoragarchilik. Yo'q, qanaqa qilib shunday yurtni tashlab ketish mumkin yana Ravshan aka? Qanaqa qilib? Qayerga ketyapsan? Tinch joyda tashlab, ota-onangni tashlab, farzandlaringni tashlab, omonlikni tashlab. Payg'ambar alayhisalom aytganlar, agar sizlarda tinch xotirjamlikda bir joyda rizqlaring kelib turgan bo'lsa, u yerda tashlab ketishlaring noshukrlik bo'ladi degan. Qanaqa qilib shu yerda tashlab ketib, yana u yoqqa borib gadoyga o'xshab pul so'rab, tilanchilik qilib, hammani ko'ziga yomon ko'rib, hali ham bo'lsa aytaman, qaytib kelinglar. Bu vatan juda muqaddas vatan. Qaytib kelinglar, sizlar tavba qilinglar, kechiradi. Yetarli jazoni olasan endi, odam o'ldirganingdan keyin, xiyonat qilganingdan keyin. Ol, lekin shunda ham vataningga qaytib kel. Bobom rahmatli aytardilar, bolam, kafan gado bo'lsang bo'lu, vatan gado bo'lmagin der. Mayli, kafansiz o'lib ketsang ham mayli, lekin vataningda o'l der. Marhamat, men juda ko'pini ko'rdik. Mana tavba qilib, demak, sudda ham qattiq pushaymon bo'lib, haqiqatda diniy idorani ulamolari, xatoligini tushirib qolib borib, mutaxassislar gaplashgandan keyin haqiqatda tavba qilganlarni bir nechtasini avf qilishdi. Chiqib kelib, men hatto bittasini taniyman, hozir chiqib qaytib davlat tashkilotida ishlayapti, maza qilib ishlayapti. Xulosa o'rnida, hurmatli ekspertlar, moliyalashtirish, noqonuniy ehsonlar, terroristik tashkilotlarga ehson qilish qonun bo'yicha albatta haqiqatda taqiqlanishi haqida Ravshan aka shu o'rinda bir aytib o'tmoqchiman.
terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha O'zbekistonda javobgarlik bormi? Va buni og'irlashtiruvchi, yengillashtiruvchi holatlar qanday degan savolga javob beradigan bo'lsam, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155 prim 3-moddasi bor. Bu moddaning nomi terrorizmni moliyalashtirish va bu uchun 8 yildan 10 yilgacha javobgarlik bor. Bor aka, bugungi suhbatimizga xotimi sifatida yakun yasash arafasidamiz. Xo'p, 3 ta juda muhim narsani aytib, keyin xulosa yasasak. Birinchisi, biz yuqorida aytgandek, bevosita, bilvosita mana uslubda berayotganlarni aksariyati bilmaydiganlar dedik. Endi bilib turib qilayotganlarchi. Ulamolarimiz aytadiki, kim bir yaxshilikka dalolat qilsa, yaxshilikni qilgan bilan barobar savobga ega bo'ladi degan. Kim bir yomonlikka dalolat qilsa, ya'ni hozirgi holatda odam o'ldirishga, terrorchilik tashkilotlariga qo'poruvchilarni moliyalashtirsa, shular nechta odam o'ldirsa, shuncha gunoh pul berganlarga ham yoziladi. Haqiqatda bir kishi aytayapti menga, ehsonni deydi, kimga zakotimni kimga berishni o'ylayapman. Men aytdim, ota-onangiz tirikmi dedim. Ha dedi. Ota-onangiz qarindoshlari bormi yo yetimxonadan chiqqanmi dedim. Yo'q, bor dedi. Tamom, qarindoshlaringiz orasidan qidiring chiqadi. Endi qarindoshga qanday bo'ladi? Ikkita savob bo'ladi. Ham zakotni bergan bo'lasan, ham silay rahim tikkalagan bo'lasan. Kim qo'shnisi och bo'la turib o'zi to'q yotgan bo'lsa, holiga voy bo'lsin degan. Qo'shningga ber. Misol, aka-uka opa-singlingga ber. Masalan, endi haligi uzoqdagi o'zingiz tanimagan, bilmagan, ayniqsa shubhali bo'lgan, bo'lib ham ularni qo'li qonga botgan bo'lsa, sizni ham qo'lingiz qonga botgan deb yoziladi. Rizol masiya, aynul masiya. Gunohga, jinoyatga rozi bo'lishlik shu jinoyatni qilgan bilan bir xil. Barobar. Endi ikkinchi masala. Bugungi mavzuga biroz aloqasi bor. Bu ham bo'lsa, yana bir toifa insonlar bor. Afrikada suv chiqaramiz. Madinada xurmo ekib beramiz. Hurmatli vatandoshlar, Madinani men ham yaxshi ko'raman. Makkani ham yaxshi ko'raman. Afrikadagi suvsiz bo'lgan o'sha insonlarni ham, dindoshlarimizni ham yaxshi ko'raman. Lekin qanday qilib uyingizda farzandingiz och bo'lgan holatda qo'shningizni bolalariga ovqat olib chiqib berish mumkin? Ehsondan umidingiz bormi? Allohning roziligini istayapsizmi? Marhamat, chiqingda 100 ta daraxt eking. O'zimizga eking. Payg'ambar alayhisalom agar ertaga qiyomat bo'ladi yoki hozir qiyomat bo'ladi degan xabarni eshitsang-yu, qo'lingda bitta ko'chating qolgan bo'lsa, ek degan. Qayerga? O'zingiz yashab turgan joyga. Siz bilmaysiz, u Madinadagi xurmo sizdan keyin qaytib qazib olinib, yana necha kishiga syomka uchun, videoga olish uchun qayta ekilganligini siz bilmaymiz, lekin biz guvohi bo'lganmiz. Ana. Bir, ikkinchidan Saudiya Arabistoni hukumati esingizdan chiqarmang, sizni bitta xurmo daraxtingizga muhtoj emas. Shunaqa boy davlat Saudiya Arabistoni. Ular xurmoni o'zlari tekinga eksport qiladi. Tekinga jo'natadi. Sizni xurmo daraxtingizga muhtojmi? Keyin Saudiya qonunlariga ko'ra o'zlarini eksport qiladigan maxsus xurmo bog'lari bor. Unga chetdan hech kimni xurmo ektirishga ruxsat bermaydi. Hech kimga ruxsat bermaydi. Demak, bu spektakl. Yo'q, spektakl bo'lganda ham qanaqa? Firibgarlik spektakli. Alloh yo'lida ota-onangiz uchun xurmo ektirib beramiz. Yaxshi joyini aytaman. Sertifikatini ham jo'natamiz, video rasmlari bilan jo'natamiz. Ha, to'xtatinglar endi firibgarlikda. Vatandoshini aldayapti. Vatandoshini aldab muqaddas zaminda yolg'on gapirib firibgarlik qilyapti. Firibgarlik vositaga. Uchinchi toifasi bor bularni, o'zimizdagilar. Mana eng boshida aytdingiz, keyin efirdan avval ham gaplashdik-ku. Ba'zi toifalar bor, o'zlari yurtimizda karta qo'yib pul yig'adi. Ikkita qo'rqinchli joyi bor buni. Yig'ayotgan pulini bir toifasi o'zi yeydi, ikkinchi toifasi o'sha qo'li qonga botgan terrorchilarga jo'natadi. Ehson deb pul yiqqan, onkologiyada saraton bo'lganlar deb pul yig'ib, pulni yarmini o'zi ishlatgan, yarmini o'sha terrorchilarga jo'natish bilan shug'ullangan. Va keyin ushlangan. Ushlanib, javobgarlikka tortildi, nima bo'ldi va hokazo, umri hazon bo'lib ketdi, yosh yigit ekan. Marhamat, ehson qilmoqchimisiz? Onkologiya kasalliklariga o'zingiz borib qo'lingiz bilan bering, onkologiya shifoxonalariga. Istalgan maktabingizga boring, uyingiz olti o'zingiz o'qib bitirgan maktabga boring, o'sha yerda ham muhtojlar bor.
Marhamat, kiyim-kechagini olib bering. Marhamat, 3 ta faslga moslab kiyim-kechagini olib bering. Istalgan mahallaga boringda, mahalla raisidan so'rang, mana shu mahalladagi beva-bechoraning ro'yxatini berding, beradi. Keyin ham ehsonni riyo uchun qilmang. Xulosa, biz qilayotgan ehsonimiz uchun ham yo savobga yo gunohga botamiz. Qilgan ehsoningiz sabab yo Allohning roziligini topasiz, yo g'azabiga uchraysiz. Savol: qanaqa qilib ehson qilib ham Allohning g'azabiga uchrash mumkinmi? Mumkin. Mana bunday chet elda yurgan terrorchi tashkilotlarni moliyalashtirib, odam o'ldirayotgan, qotil, qo'lib qonga botgan, yosh bolalarni o'ldirayotgan, vayron qilayotgan qishloqlarni, shaharlarni, shularni moliyalashtirsangiz, ertaga shular qancha gunohga ega bo'lsa, siz ham xuddi shuncha gunohga ega bo'lasiz. Hushyor, ogoh, musulmon odam loqayd bo'lmaydi deganlar Payg'ambar alayhisalom. Loqayd bo'lmasdan har bitta qilayotgan ishingizni sog'lom aql bilan aniqlashtirib, ishonchingiz komil bo'lgandan keyin ehson qiling. Katta rahmat Said Abror aka, Ravshan aka, katta rahmat suhbat uchun. Azizlar, xulosa o'rnida aytamiz. Internetdagi har xil o'sha qalblaringizga ta'sir qiladigan, ayniqsa chet eldan sizni ehson qilishga da'vat qiladigan terroristik tashkilotlarni moliyalashtirib qo'ymang. Biz sizni bundan qaytaramiz.